Shunaqa keyslar bilan ishladim. Farzand shunaqa diagnoz bilan tug'ilgan, lekin ozgina vaqtdan keyin diagnoz aniqlangandan keyin erkak kishi menga jinni bola kerak emas deb ayolni tashlab ketgan. Bunaqa vaziyatlarda ko'pmi shunaqa tashlab ketadigan erkaklar? Nuqsonli tug'ilgan bolalar bo'lsa tashlab ketadiganlar ko'pmi? Ko'p. Ko'p-a? Ko'pincha erkak tashlab ketadimi, ayol tashlab ketadimi? Erkak tashlab ketadi. Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz, aziza? Mana siz shunaqalar bilan ishlaysiz-a? Nima uchun? Aslida mana bu diniy qoidalar bo'yicha umuman erkak bola erkakniki hisoblanadi. To'g'rimi? Chunki 70% undagi qon erkakniki hisoblanadi. Bolaga onadan ham ko'ra erkak ko'proq mas'uliyatli. Chunki farzand uni avlodin davomchisi. Nima sabab deb o'ylaysiz? Mana shunaqangi erkaklar o'zini farzandini nuqsonli tug'ilsa, xuddiki bir kerak emas buyumdek tashlab ketishiga. Agarda oilada nuqsonli farzand dunyoga kelganda, nimagadir bizada ayol taraf ko'proq aybdor hisoblanadi. Shuning uchun erkak mas'uliyatni olishdan qo'rqib qochadi. Aslida ayol aybdor bo'lmaydi, erkakka ayolni aybdor qilish выгодно bo'ladi. Mas'uliyatdan qochish, o'zini noto'g'ri xatti-harakatini o'zi tushunib turadi. O'zini oqlash uchun bu aybni bo'lni ayolga to'nkariladi. Bu yerda erkak ham, ayol ham aybdor emas. Bu Allohning xohishi bilan shunaqa tug'ildi. Bu ikkalasiga ham qanaqadir sinov deb bilaman men. Ko'pincha ayol mana shu sinovda mardlarcha qoladi. Hozir men hech qaysi erkakni qoralash niyatim yo'q, bu statistika. Lekin 80% holatlarda nuqsonli tug'ilgan bolalar nimagadir ayolga tashlab qo'yiladi-da, erkak qochadi. Boshqa oila qurib yashab ketaveradi. Ayol ham oilani boqadi, ham farzandni boqadi, ham boshqa qiladi. Nima degan bo'lardingiz shunaqa erkaklarga, aziza? Ich-ichingizdan samimiy nima degan bo'lardingiz agar hozir mana shunaqa larzni eshitayotganini tasavvur qilsangiz? Erkak bo'ling, erkak bo'lib keldingizmi, erkakligingizcha qoling. Aynan mana shu narsa hozir yetishmayapti. Hozir albatta kommentariyalarga mingta yozishadi, sizlar erkaklarni muhokama qilyapsizlar deb, lekin buni siz bilan biz bilamiz. Shu qiyin vaziyatlarda, juda ko'p holatlarda ayol yolg'iz qoladi farzandlar bilan. Bu kasal bolani nafaqat qorni usti yedishisi, u bilan shug'ullanish, unga e'tibor, unga vaqt bu ayolga o'ta qattiq beshafqatlik deb o'ylayman.